Assalomu alaykum. Tasavvur qiling. Oradan 50 yil o'tdi. Farzandlaringiz yoki nevaralaringiz ta'tilni Samarqandda emas, boshqa sayyorada, Marsda o'tkazishmoqda. Bugun bu sizga fantastik filmdek tuyulishi mumkin, lekin dunyoning eng boy odami Elon Musk buni haqiqatga aylantirish uchun har kuni milliardlab dollar sarflamoqda. Nima uchun bizga Mars kerak? Yerda joy qolmadimi yoki bizni qandaydir katta xavf kutmoqdami? Bugun biz insoniyatning B rejasi va qizil sayyoradagi hayot haqida gaplashamiz. Koinotda millionlab sayyoralar bor, lekin nega aynan Mars? Merkuriy juda issiq, Venerada esa kislotali yomg'irlar yog'adi. Mars esa bizga eng yaqin va yashasa bo'ladigan yagona variant. Marsda bir kun 24,5 soat, deyarli Yer kabi. U yerda muz holatida suv bor, atmosfera ham mavjud, garchi u juda yupqa va karbonat angidriddan iborat bo'lsa-da. Elon Musk shunday deydi: insoniyat ko'p sayyorali tur bo'lishi shart. Agar Yerda global ofat yuz bersa, insoniyat zaxira nusxaga ega bo'lishi kerak. Marsga borish uchun oddiy raketalar yetarli emas. Shu sababli SpaceX Starshipni yaratdi. Bu insoniyat tarixidagi eng ulkan va eng qudratli raketa. Uning asosiy siri nimada? U ko'p marta ishlatiladi. Avvallari raketalar bir marta uchib, okeanga tushib ketardi. Starship esa vertikal holda Yerga qaytib qo'nadi. Bu koinotga chiqish narxini 100 barobarga arzonlashtiradi. Bu xuddi samolyotlar har parvozdan keyin tashlab yuborilmasligiga o'xshaydi. Lekin Marsga borish kurortga borish degani emas. Birinchidan, radiatsiya. Marsda magnit maydoni yo'q. Quyosh nurlari insonni o'ldirishi mumkin. Shuning uchun odamlar yer ostida yoki maxsus gumbazlarda yashashiga to'g'ri keladi. Ikkinchidan, sovuq. Harorat -60 darajagacha tushadi. Uchinchidan, atmosfera. Marsda nafas olib bo'lmaydi. Elon Muskning rejasiga ko'ra, biz Marsni terraformatsiya qilishimiz kerak. Bu esa yuzlab yillar davom etadigan jarayon. Albatta, bu g'oya tanqidsiz emas. Ko'plab olimlar shunday deydi: Yerda shuncha muammo turganda nega Mars? Ammo koinot texnologiyalari Yerga ham foyda beradi. Quyosh panellari, filtrlar, sun'iy yo'ldosh interneti. Mars bu qochish emas. Bu insoniyatning qiziquvchanligi va chegaralarni yorib o'tish qobiliyati. Siz Marsga birinchi bo'lib uchadigan 1 million kishidan biri bo'lishni xohlarmidingiz? Bu sayohat bir tomonlama bo'lishi ham mumkin. Nima bo'lganda ham biz yangi koinot davrida yashayapmiz. Agar sizga bepul chipta berishsa, Marsga ucharmidingiz? Izohlarda sababini yozib qoldiring. Bu infaqadam. Keyingi qadamlar yanada qiziqarli bo'ladi.